Папочка, привет! Я пришел домой. Sartarosh o'g'lim keldi-ku. Папочка, привет, как дела? Ой, мамулька, лазит. Ой, чачанян смешно bilan o'ynayman, skalka chaladi. Voy. Voy, o'ynayman. Ana, Hamza, tez uyima keling. Hozir uyimda qon to'kiladi. Нет, вот так. Вот. Hamsiya? O'g'lim sartarosh degandingiz-ku? Sartaroshda mana 3 yildan beri endi ko'raman-da buni. Папочка, я не сартараш, я стилист, понятно? Stilist ekan. Блин, мамочка, это что такое? Men bugun sizni shunday krasivaya qilaman, adam bugun oqadilar. Mani yuragim ko'tarmaydi buni. Urib o'ldiraman hozir men. Ay, to'xtang. Hamsiya, urmang bachani. Ana shu urib o'zi bachani jiyli qilgansiz. Urmang, yaxshi gap bilan tushuntirsa bo'ladi-ku bachaga. Menga qara, jiyan, sochingga qara, kiyimingga qara. Senga shu yarashib o'tiribdimi? Erkak qilgan, mujik qilgan ish qilsang bo'ladi. Bor sochingni oldir, yugur. Jonim, men даже kech qotganimda ham yugurmayman. Voy, o'zingizdan aylanning, sevishingizni ko'raylik. Hamsiya, sizni bachangizni men ham ursam bo'ladi? Soling. Hamsiya, nerist qilmang, yaxshi bo'lib ketadi olamman. Bo'ladi nasib etsa. Mayli Hamsiya, yadamoy. Mayli, paka. Nima uchun kim ekan? Onangimga. Nima bo'lyapti bu yerda? Qo'ysin bo'yi. Nima bo'ldi? Amakeyin o'chiradilar. Nimaga o'chirat bilan? Tinchlik? A shu yerda o'g'li stilistku. Bular sochini taqatmoq kelmiş. Qo'ymay turib to'yima. O'zi o'yima. Asalim, ozgina tezroq harakat qilishimiz kerak edi. Ko'chada ochrat ko'payib ketdi. Hozir odam kelsa hammamizni o'ldiradi, tushundingizmi? Vo. Alo. Onangimga. Hamza, o'g'lim siz tarafga qarab qochibdi. Katman-patman bilan urib saqlang. Ada, amaki, nima qilay? Kasbim shunaqa. Bunga qarang-da. Nima qilayman hozir buni? Men nima qilay? Qo'ying, urmang. Buni o'ylantirasiz, keyin kallasi ochiladi Hamsiya. O'ylantiring buni. O'ylanasanmi? Nimaga? Shunday o'qigan. Iloyim yaxshi bo'lsin. Ha. Rahmat sizga, rahmat. Men aytdim, o'ylantirsangiz quloqingiz tinchiydi dedim. Dadajon, men ketaman. Ha, nima bo'ldi? Tinchlik? Onam uyiga ketaman. Ha, nimaga urdimi? Yo'q, So'kdimi? yo'q. A nima qildi? Hech qilgani yo'q. 2 kundan beri makiyaj, prichoska. Sog' bo'lasizlar. Bitina, to'xtang, hali yarmini bo'lganim yo'q-ku. Hamsiya, bachangizni kallasiga tepsa maylimi? Teping. Karilzot yo'q menda bitta yana. Папочка, o'rtog'im olib keldim. Привет. Onangimga. Привет. Yaxshimisizlar? Charchamayapsiz? Bu ham stilistmi? Yo'q, kosmetologman. Patolog deymi? Kosmetolog deydi-ku. Hamsiya, iltimos, bitta o'ring, xo'pdi. Yo'q, to'xtang yana. Sharoitga qaraymiz. Haymi? Kosmetolog nima degani u? Yuring, ko'rsatib beraman. Shu holatda 20 daqiqa tursin. Xo'p, umuman qimirlamang. Hamza, ishlovda rasvo bo'lmasak bo'ldi-da. Kosmetolog degan shu ekanda. Bilmayman, yuzimdan davlatga yopishtirib ketdi-ku. Qo'shiq aytamizmi? Qaysini? Shahvo Ahmedova, qani? Ha, XYZ. Gaping uzun DJ-si. Vikri. Hamsiya, bunga qarang. Onangimga. Endi urmasak bo'lmaydi Hamsiya. Qaysini urasiz? Men kosmetologim. Stilist bilan o'zim shug'ullanaman. Kosmetolog. Badaningdagi yunging qani? Depilyatsiya qildirdim. Kultivatsiya qildim deydimi? Soling. Men qizil bayroqman. Adam meni urushiga qarshiman. Bo'ldi. Men urmayman san bacham. Mana Hamza uradi. Hamza soling. Bo'ldi, tamom. Men yashil bayroqman. Men faqat Hamsiya bachasini uraman. Ke. Bola, hammaga salom, sizlar bilan Zokir jala. Tushunmadim-da, nima bo'lyapti jala? Men ham seni ko'rdiryapsiz. Siz nima qo'lingiz qisganmi? Men tushunmadim jala. U yetmisha qancha kamsiz? Yana bitta urayman Hamsiya. Uringan o'ziga qaysi? Endi o'ziga kelganda? Ha, keladi. Salom alaykum O'zbekiston, yaqinlarim, birodarlarim. Men nondan ko'tarilgan
qilaman. Nima qildingiz buni? Saturn bo'yligi bu. Bilmayman. Manueldan ko'tarilgan. Hay bacham. Jang beringlar menga. Jangariman men. Endi bo'lgandir. Я импортный бомж тохрака. Yemi? Enana foot me, enana fa. Ftüm. Dance. Eşkimi kalbimde bilmezdim garibeyler felek her ne Yana urayman hamsiya. Yo, bu safar o'zim urayapman. Mani bacham-ku. Balkim to'g'rilanar. Ha, sinab ko'ring, davay. Kelgan bacham. Agi ishqi tu boshi Ada nima bo'ldi hozir? Ana, qaytdi sochidan aylanay. Ha, stilist bo'lsa ham o'zimiz Yaxshi. Kel bacham. Biz mana nima, Stalban tekida o'tiribmiz. Toshkent Cityda. Cityda. Ha. Ha, ko'rdim sizlarni, hozir boraman, hozir. Kelyaptimi? Ha, kelyapti bu yoqda. Привет. Toshkentda urmanglar хотя бы. Ana, zo'r tegdi. Shu yurish yoqmaydi-da. Adashib qolmadingizlarmi Toshkentda? Birinchi marta kelishimiz emas. Oldin ham kelganmiz jiyan. Tak, unda qaranglar, birinchi salonga boramiz, mana mo'ylovlarni to'g'rilatamiz, sochlarni oldiramiz, keyin shopping qilamiz. Shopping yoqadimi sizlarga, voy shinangizni. Keyin ovqatlanishga boramiz. Yuringlar, men mashinada bo'laman. Hamsiya, nima qilyapti bu? Mana qarang, o'g'lim chopaylik, o'zimiz aylanaylik, sharmanda bo'lamiz bunisi. Menga qarang, mani o'g'lim yonga boraylik. Sizni o'g'lingiz bu. Aha, mani o'g'lim 5 yildan beri Toshkentda tirnovka qiladi, mujigu boksyor mani o'g'lim. Nima oldin aytmagansiz? Ha, endi aytmaganman, endi siz. Yuring qanday o'g'lingiz ko'raylik. Bu-chi? Ha, bu o'zi bilan o'zi kechishdi. Hozir men siz o'g'limni ishxonasiga olib kiraman. Mani o'g'lim haqiqiy mujik. Ana sportsmen, hozir xonasiga kiramiz, menimcha tirnovka qilayotgan bo'lish kerak. Yuring. Qani keling hamsiya. Shu o'g'lingiz. Ha, menimcha adashdik hamsiya, yuring. Iye? Dada? Mana, dada deydi. Dada, men sizga hozir hamma narsani tushuntirib beraman. Nimani tushuntirmoqsan o'g'lim? 5 yildan men shaharda men sen tirnovka qilib yuribsan, chempion bo'lasan desam, sen nima qilasan bu yerda? Dada, men bu yerda dilsho naylisman. Naylis? Ha, hamsiya o'g'lim ingliz tilidan aylis olayotgan. Yo, u naylis degan tirnoq taqlid degan, tirnoq taqlid ekan bu. Shundoqmi, tirnoqchimisan? Ha? Burniga uring, burniga. Nima? Burniga uring. Nimaga aynan burniga? Reklamamiz bor, urib kelamiz-da. Hay? Doktor shu desangiz, hamsayam bachasini urdi. Shunga siz oldingiz olib keldik. Buni sportsmen deb o'ylaganti, qarasak, tirnoqchi bo'lib chiqdi bu. Shunga bir burun almashtiraylik shu kuni. Iloji bo'lsa shuni miyasini ham almashtirib bering, doktor. Kavkaziy eskara Burlarni ko'rdim. Bir tomondan suyagi singan. Xudo xolisa to'g'rilab beraman. Faqat bitta yomon tomoni bor. Operatsiyadan chiqmaydimi? Chiqolmaydimi? O'lamanmi yo? Yo, o'lmaysiz. Faqat operatsiyadan oldin sochingizni olib kelishingiz kerak. Ha, sochimni o'zimiz qo'parib olamiz. Yurgan, to'g'riga qarab yurgan, bir normal. Yana bir marta. Ha, yur. To'g'ri yur, erkak o'xshab yur. Mana, ana shunday yurgani to'g'ri. Normalni yur, mana. Yurgan. Mana normalni yursa bo'lagan, mana. Erkak o'xshading. Ya, ada menga seryozni bo'lish yarashmaydi. Mana ishla. Nima bu ada? Eshak nimasi? Nimasi? Oyog'i. Ko'rmisan, lapatka-ku. Birinchi marta ko'ribsan. O'zana shu bilan yer o'g'darasan. Kim bu? Ibi. Nagah görürdün köşede ısrarı haraman. Zo'r narsa ekan, ha, papichka? Haqiqatan ham bacham, yomon narsa ekanda. Bunda faqat yer og'darsa bo'ladimi yo boshqa ish qilsa ham? Ha, buni aytyapsanmi? Qo'y uni joyiga, kimdir keldi. Maqsadingiz nima? O'g'lingiz salonimizdan ketgandan beri umuman klient yo'q. Men o'g'lingizni olib ketgani keldim. Hech qayerga bormaydi o'g'lim. O'zi sizlar yonlarida bor mana shunday bo'ldi. Stilistlik erkagi kasbi emas. Tushunyapsizmi? Siz olib ketaman deb xayol qilmang. Olib keta olmaysiz mendan. Oyiga $10,000 beraman. $100 kelmayapti-da onangimga.